yaxshi bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. 79-bob adabul yatimi, yetimning adabi. Sumayyal Atkiya degan radhiyallohu anhadan rivoyat qilinar ekan. Zukira adabul yatimi inda Aisha radhiyallohu anha faqalat: Inni la adribul yatima hatta yanbasita. Oysha radhiyallohu anha ummul mu'mininni huzurlarida yetimga odob berish zikr qilinibdi. Shunda aytdilarki, men yetimni bir yo'lga tushib, yo'l to'g'ri bo'lguncha uraman dedi. Demak, yetim gapga kirmasa, odobsiz yo'lga yuradigan bo'lsa, uni urib bo'lsa ham tarbiyalash kerak ekan. Bu yetimga tegmaslik kerak, buni xafa qilmaslik kerak degan noto'g'ri tushuncha bilan uni beodob bo'lib ketishi, noto'g'ri yo'llarga kirib ketishiga sabab bo'lib qolmaslik kerak ekan. Ba'zi vaqtlarda kichkina bolalar tushunmaydi, o'zini foydasini bilmaydi, o'yin qaroqlik qiladi yoki yana boshqa holatlar bo'ladi. Ana shu vaqtda yetimlardan shunaqa narsa sodir bo'lsa, haligi yetimni o'z tarbiyasiga olgan kafillar unga qattiq turish kerak bo'lgan holatlar ham bor ekan.